2026 Bugatti Mistral. Bu Bugatti tarixidagi eng so'nggi va eng noyob roadster modellardan biri bo'lib, ochiq tomli superkar segmentida mutlaq hashamat va ekstremal tezlikni birlashtiradi. Ushbu model afsonaviy V6 dvigateli bilan ishlab chiqarilgan so'nggi avtomobil sifatida tarixda qoladi va Bugatti muhandisligi hamda dizayn san'atining eng yuqori cho'qqisini ifodalaydi. Mistral nomi Fransiyaning janubida esadigan kuchli shamol nomidan olingan bo'lib, bu avtomobilning aerodinamik xarakteri va ochiq holatda ham yuqori barqarorligini anglatadi. 2026 Bugatti Mistral yuragi 8,6 litrli 4 turbinali V6 dvigatel bo'lib, u taxminan 1600 ot kuchiga ega. Ushbu quvvat tufayli avtomobil oqdan 100 km/soat tezlikka atigi 2-4 soniyada erisha oladi. Maksimal tezligi esa 420 km/soatdan oshishi kutilmoqda. Bu ko'rsatkichlar Mistralni dunyodagi eng tez ochiq tomli avtomobillardan biriga aylantiradi. 7 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi va toliq gildirakdan tortish tizimi yo'lda mukammal boshqaruvni ta'minlaydi. Tashqi dizayn Bugatti an'anaviy elegant uslubini zamonaviy agressivlik bilan uyg'unlashtiradi. Old qismdagi yirik panjara, shaklli yon chiziqlar va aerodinamik elementlar avtomobilga futuristik va sport ko'rinish beradi. Ochiq tom konstruksiyasi esa haydovchiga sof haydash zavqini taqdim etadi. Karbon tolali kuzov va yengil materiallardan foydalanish tufayli avtomobil nafaqat chiroyli, balki funksional hamdir. Ichki salon haqiqiy san'at asariga o'xshaydi. Premium teri, alyuminiy va karbon bezaklar qo'llanilib, har bir detal qo'lda ishlangan. Raqamli asboblar paneli va zamonaviy infotainment tizimi haydovchiga maksimal qulaylik yaratadi. Shovqinni izolyatsiya qilish tizimi, ergonomik o'rindiqlar va individual sozlamalar Mistralni nafaqat sportkar, balki ultra hashamatli sayohat avtomobiliga ham aylantiradi. Xavfsizlik borasida ham Bugatti eng yuqori standartlarga amal qilgan. Faol va passiv xavfsizlik tizimlari, adaptiv tormozlar, barqarorlikni nazorat qiluvchi elektron tizimlar hamda ilg'or sensorlar haydovchining xavfsizligini ta'minlaydi. Shu bilan birga avtomobilning muvozanati va yo'l bilan aloqa darajasi yuqori tezlikda ham ishonch hissini beradi. 2026 Bugatti Mistral cheklangan miqdorda ishlab chiqariladi va har bir nusxa kolleksionerlar uchun qimmatbaho eksponat hisoblanadi. Bu model nafaqat tezkorlik, balki prestij, innovatsiya va muhandislik mukammalligining timsolidir. Agar siz avtomobil olamida eng yuqori darajadagi texnologiya, dizayn va quvvatni ko'rishni istasangiz, Bugatti Mistral aynan shu maqsadni ifodalaydi va superkarlar tarixida oltin sahifa ochadi.